Saim boshini ko'tardi. Ana, Parsons kelyapti, dedi u. Uning ovozida la'nat tentak degan ohang bor edi. Haqiqatdan ham stollar oralab Uinstonning g'alaba uyidagi qo'shnisi, o'rta bo'yli, bochka taxlit o'lchamdagi malla sochli va qurbaqa bashara Parsons kelardi. U 35 yoshida allaqachon qorin qo'ygan. Ensasida yog' yig'ilgandi, biroq o'smir bolalardek shaxdam harakat qilardi. O'zi ham bolaga o'xshar, faqat katta bola edi. Garchand ishxonaning korjomasini kiygan bo'lsa-da, odam uni doim josus bolalarnikiday moviy ishtonchada, qo'ng'ir ko'ylakda va qizil galstukda tasavvur qilgisi kelardi. Tasavvurda u tizzalarida chuqurcha va semiz bilaklari shimarilgan holda gavdalanardi. Parsons imkon bo'lsa sayyohlik tadbirlarida va boshqa jismoniy faollik talab qilinadigan ishlarda short kiyishni yoqtirardi. U ikkalasiga quvnoqlik bilan "Salomlar" deb so'rashdi va achchiq ter hidini taratib stolga cho'kdi. Uning butun qizargan basharasi shudringday terga ko'milgandi. Parsonsning ter ajratish qobiliyati bemisl edi. Klubda raketkaning yog'li va ho'lligini ko'rib, bu yerda Parsons stol tennisida o'ynaganini bilish mumkin edi. Saim so'zlar uzun ustun qilib yozilgan qog'oz tasmasini chiqardi va qora qalamni ushlagancha o'qishga kirishdi. "Uni qara, hatto tushlikda ham ishlaydi", dedi Parsons Uinstonning biqiniga turtib. "Ishtiyoqi zo'r-a. Nima ekan u? Bilishimcha, mening aqlim yetmasa kerak, Smit. Bilasizmi, nega sizni izlab yuribman? Siz obuna bo'lmabsiz." "Nimaga obuna?" so'radi Uinston va beixtiyor cho'ntagiga qo'lini cho'zdi. Hamisha maoshning kamida choragi ko'ngilli obunalarga ketardi. Obuna turlari shu qadar ko'p ediki, ularni yodda saqlash ham qiyin edi. "Nafrat haftaligi uchun yashash joyidan obuna. Men turar joydagi g'aznachiman. Kuchimizni ayamaymiz. Boshqalardan kam emasmiz. To'g'risini aytaman, agar bizning g'alaba uyimiz ko'chamizda hammadan ko'proq bayroqchalar osmasa, bunda mening aybim yo'q. Siz $2 va'da qilgansiz." Uinston cho'ntagidan ikkita g'ijimlangan bir qog'oz pul topib berdi va Parsons savodsizlarcha xos husnixat bilan daftarchasiga qayd qilib qo'ydi. "Darvoqe, eshitdim, Shumtakam kecha sizga charm kamondan o'q otibdi. Adabini berdim. Hatto popsa ham qildim. Agar takrorlansa, qurolni tortib olaman." "Qatlni tomosha qilishga bora olmagani uchun xafa bo'lsa kerak", dedi Uinston. "Ha, bilasizmi, nima demoqchiman? Ular to'g'ri tarbiyalangan, to'polonchi shumtakalar. Bunisi ham, unisi ham, lekin juda tirishqoq, fikrlari bir narsa bilan band, josuslik va albatta urush. Bilasizmi, qizim o'tgan yakshanba nima qilibdi? Ular Berkamstedga aylangani borishgan. U ikki qiz bilan otryaddan ajralib, kechgacha bir odamni kuzatgan. 2 soat o'rmonda uning ortidan poylab yurib, Amershemda uni patrullarga topshirishgan." "Nimaga kerak bu?" Uinston hayratlanib so'radi. Parsons muzaffarona davom etdi. "Qizim uning dushman josusi ekanini bilgan. Uchoqdan parashyutda tushgandir masalan. Eng qizig'i nima bilasizmi? Nima uchun qizim shubha qilgan? Uning poyabzali antiqaligini qizim payqab qolgan. Biror kishi bunaqa tuflida yurganini ko'rmaganman", deydi u. "Xorijlik bo'lsa-chi? Do'mbog'im hali 7 yoshda, aqli esa qanaqa." "U odamga nima bo'libdi keyin?" so'radi Uinston. Qaydan bilay? Hayratlanmayman, agar..." Parsons quroldan nishonga olayotgandek ko'rsatib, tillari bilan "Puh" deb o'q ovoziga ishora qildi. Yaxshi", dedi Saim uning qo'lidagi qog'oz lentadan ko'z uzmay. "Albatta, hushyorlikni qo'ldan bermasligimiz kerak", qo'shildi Uinston. "Urush ketyapti. O'zlaringizga ma'lum", dedi Parsons. Ularning so'zlarini tasdiqlaganday boshlari ustidagi teleekrandan karnay sado berdi. Ammo bu safar frontdagi g'alaba emas, farovonlik vazirining xabari yangradi. "O'rtoqlar", baqirdi shiddatli yosh ovoz.
Diqqat, o'rtoqlar! Ajoyib xabarlar! Ishlab chiqarish jabhasida g'alabalarga erishilmoqda. Barcha turdagi iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'tgan yilgiga qiyoslaganda hayot darajasi 20% ga oshdi. Bugun ertalabdan butun okeaniya bo'ylab stixiyali namoyishlar to'lqini yuzaga keldi. Mehnatkashlar zavod va muassasalardan chiqib, katta og'aga uning dono rahbarligi ostida yangi, baxtli hayot kechirayotganliklari uchun minnatdorlik izhor etilgan bannerlar ko'tarib ko'chalarga chiqdilar. Mana ayrim yakuniy ko'rsatkichlar. Oziq-ovqat mahsulotlari. Ustara piskasi taqchil mamlakatda ishlab chiqarish talabasi emish, deb o'yladi Uinston. Yangi baxtli hayotimiz so'zlari bir necha marta takrorlangandi. Oxirgi paytlar farovonlik vazirligi shu so'zlarni yoqtirib qolgan. Karnay sadolari diqqatini jalb qilgan Parsons og'zini ochgan holda xabarni tinglar. Zerikarli yuz bilan bo'lsa-da o'zini tantanavor tutardi. U raqamlarni ilg'ab ololmasa-da, ular quvonish uchun yetarliligini yaxshi anglardi. U cho'ntagidan beo'xshov, sassiq, yarmigacha kuygan tamaki bilan to'lgan mushtugini chiqardi. Bir haftaga 100 gramm me'yor belgilangan sharoitda mushtukni to'ldirish imkoni hamisha ham bo'lavermaydi. Uinston g'alaba sigaretasini chekarkan, uni to'g'ri ushlab o'tirishga harakat qilardi. Yangi talon ertangi kundan amal qila boshlar. Unda esa bor yo'g'i 4 ta sigareta qolgandi. Hozir u tashqi shovqindan ajralib, telekrandan kelayotgan xabarlarni tinglashga urinardi. Aytganday, beriladigan shokolad me'yorini haftasiga 20 grammga ko'tarishgani uchun katta og'aga minnatdorlik bildirish uchun ham namoyishlar bo'lib o'tadi. Kechagina shokolad me'yori 30 grammdan 20 grammga tushirilgani haqida xabar berilgandi deb o'yladi Uinston. Nahotki bunga ishonib ketaveradilar. Bir kun o'tdi xolos, ishonishadi. Parsons mana osongina hazm qildi bu xabarni. Misoli ahmoq hayvon. Qo'shni stolda o'tirgan ko'zsiz nusxa o'tgan haftada me'yor 30 gramm bo'lganini aytadigan har qanday odamni mutaassiblarcha aniqlash, fosh etish va o'ldirib, bug'latib yuborishga tayyor. Saym ham ishondi, faqat uning ishonchi jimjimador, ohanjamali, qo'sh fikr aralashgan ishonchdir. Nima bo'lyapti? Faqat undagina xotira qolganmi? Telekran to'qima statistikani vulqonday otishda davom etardi. O'tgan yilga nisbatan oziq-ovqat ko'paydi, kiyim-kechak ko'paydi, uy-joy ko'paydi, uy anjomlari ko'paydi, doshqozonlar ko'paydi, yoqilg'i ko'paydi, kemalar ko'paydi, vertolyotlar ko'paydi, kitoblar ko'paydi, yangi tug'ilgan chaqaloqlar ko'paydi, hamma narsa ko'paydi, faqat kasalliklar, jinoyatlar va aqldan ozishlar kamaydi xolos. Yildan yilga, daqiqadan daqiqaga hamma narsa shiddat bilan yangi va yangi cho'qqilarga ko'tarilmoqda. Xuddi oldinroq Saym qilgani kabi Uinston qoshiqni olib, to'kilgan kalavani kavlab, cho'zinchoq ko'lmakcha to'g'ri shakl bera boshladi. U g'azab bilan o'z turmushi, hayot sharoitlari haqida o'ylay boshladi. Hayot hamisha ham shunday edimi? Ovqatning mazasi doim ham shunaqa edimi? U yana oshxonani ko'zdan kechirdi. Pastqam shift, odam to'la zal, sanoqsiz badanlar sirg'alganidan kirlangan devorlar, chizib tashlangan, zich qo'yilganligidan qo'shning bilan tirsaging tegib turadigan metal stollar va kursilar, qiyshalgan qoshiqlar, kertilgan patnislar, qo'pol oq choy idishlar. Hamma yuzalarni yog' bosgan, har bir yoriqda kir to'plangan, bemaza jinsharobning, bemaza qahvaning, mis aralash qaylaning va uniqqan kiyimlarning achchiq qo'lansa hidi. Oshqozoning va teringga bularning bari hamisha ham yoqmasmidi? O'zingni haqqa aldab tortib olingandek his qilmasmiding? Rosti, u o'zining butun hayoti mobaynida bundan boshqacharog'ini ko'rmagan.
Xotiralab qarasa, hech qachon oziq-ovqatga to'ymagan. Hech qachon butun paypoq va ich kiyimlari bo'lmagan. Mebellari hamisha g'ichirlagan va puturdan ketgan edi. Xonalar yaxshi isitilmas, metro poyezdlari odam bilan zichlangan. Uylar xaroba. Non qora, choy taqchil, qahva rasvo, sigareta oz. Sintetik jinsharobdan boshqa hech narsa yetarli va arzon emasdi. Albatta inson qariydi. Unga hamma narsa yoqavermaydi, ammo noqulay, iflos, g'arib tirikchilikdan, tuganmas qishdan, eskirgan paypoqlardan, hech qachon ishlamaydigan liftlardan, muzday suvdan, g'adir-budur sovundan, qo'lingda titilib ketadigan sigaretadan, ovqatning badbo'y hididan ko'ngling ozayotgan bo'lsa, bularning bari nimadir joyida emasligidan nishoni emasmi? Qachonlardir hammasi boshqacha bo'lganini eslay olmasang, bu hayotda nega chidab bo'lmas bo'lib tuyuladi? Nega bu hayot chidab bo'lmas bo'lib tuyuladi? U yana oshxona ichiga nazar soldi. Deyarli hamma odam badbashara edi. Odatiy ko'k karjomalaridan boshqa libos kiysalar ham badbasharaliklaricha qoladilar. Uzoqroqda bir odam yolg'iz o'tiribdi. Qahva ho'plamoqda. U pakana, g'aroyib tarzda qo'ng'izni eslatadi va shubhali ko'zlari bilan atrofga termiladi. Agar atrofga qaramasang, o'yladi Winston, partiya nazaridagi ideal insonlar baland bo'yli, mushaklari bo'rtgan erkaklar va ko'kraklari bo'liq, yag'rindor ayollar. Yorug' sochli, tashvishsiz, tiriklik tafti ufurgan, hayotsevar insonlarning nafaqat borligi, hatto ko'pchiligiga oson ishonish mumkin. Aslida esa uning fikri ojizicha bir parvoz mintaqasi aholisining aksariyati pakana, johil va beo'xshov odamlar. Ajablanarlisi, vazirlikda qo'ng'iz nusxa odamlar urchigandi. Pakana baqaloq, kalta oyoqli, erta to'lishganidan harakatlari lopillagan, yuzlari qalin va ko'zlari kichkina odamlar. Partiya hokimiyati ostida negadir odamlarning shunday turi gurkirab borardi. Farovonlik vazirining hisobotini karnay sadosi bilan yakunlangan teleekran shoh marshallarini boshladi. Parsons raqamlar do'lidan loqayd shavqqa to'lib turgandi. Kuy boshlangach, og'zidan mushtugini chiqardi. "Ha, bu yil farovonlik vazirligi yaxshi mehnat qildi", dedi u va bilag'onlarcha bosh silkidi. "Darvoqe, Smit, qariya, sizda mabodo ustara piskasi yo'qmi?" "Birortayam yo'q", javob berdi Winston. 6 haftadan beri bittasida soqol olaman. "Ha, har holda so'radim-da, qariya. Ma'zur tuting", dedi Winston. Vazirlik hisoboti paytda pasaygan qo'shni stoldagi g'aqillash avvalgi shiddati bilan boshlandi. Winston nimagadir Parsons xonimni esladi. Uning siyrak sochlari, ajinlardagi chang ko'z o'ngiga keldi. 2 yildan so'ng, balki oldinroq, bolalari uni fikr politsiyasiga chaqib beradi. Parsons xonimni bug'latib yuboradilar. Saym ham bug'lanib tamom bo'ladi. Winston ham bug'lanadi. O'Brien bug'lanib ketadi. Parsonsni aksincha hech qachon bug'lantirib yuborishmaydi. G'aqilayotgan ko'zsizni ham hech qachon bug'latishmaydi. Pakana, vazirliklar labirintlarida quvlik bilan pildirab yuruvchi qo'ng'iz basharalarga ham tegishmaydi. Adabiyot bo'limidagi anavi qizni bug'latishmaydi. U kim o'lishi-yu kim qolishini savqi tabiiy bilan sezayotgandek edi, ammo jon saqlab qolishga nima yordam berishini aytishga qiynalardi. Bexos uni xayollari ummonidan qo'pol bir hamla tortib oldi. Qo'shni stoldagi qiz sekin o'girilib unga qaragan edi. O'sha qora sochli qiz. U tushunarsiz sinchkovlik bilan unga qiyo boqdi. Ko'zlari uchrashgan zahoti teskari o'kirildi. Winstonning umurtqasi bo'ylab ter oqa boshladi. Uni dahshatli vahima bosdi. Vahima tezda o'tdi-yu, o'zidan xavotir qoldirdi. Nega qiz uni kuzatmoqda? Qiz u kelganda shu yerda o'tirganmidi yoki keyin keldimi?
Afsuski eslay olmadi. Kecha 2 daqiqa nafratda tayinli biror sabab bo'lmasa ham bu qiz uning orqasida o'tirgandi. Qiz uni eshitmoqchi. Nafratini sochib, yetarlicha jarangli baqirishini tekshirmoqchi bo'lgandir o'shanda. Ehtimol. Avvalgi o'ylari qaytdi. Bu qiz fikr politsiyasining shtatdagi xodimi bo'lmasa kerak, ammo eng xavflisi u ko'ngilli josus bo'lishi mumkin. Qiz qachondan beri uni kuzatyapti? Balki 5 daqiqadan beri. Shu vaqt ichida u biror nojo'ya harakat qilib qo'ymadimi? Noma'lum edi. Agar sen jamoatchilik joyida yoki telekran qarshisida xayol surib qolsang, oqibati mudhish edi. Seni eng mo'jaz narsa ham fosh etib qo'yishi mumkin. Asabiylik, yuzdagi xavotir, ming'irlash, bularning bari haddan oshish, nimanidir yashirishga urinib deb qaraladi. Har holda yuzning nomaqbul ifodasi, masalan, g'alaba haqida gapirayotganda ishon qaramay qarash jazolanadigan qilmish hisoblanadi. Hatto yangi tilda bu harakatni ifodalaydigan so'z bor. Yuz jinoyat. Qiz yana Winstonga orqa qilib o'tirdi. Ehtimol qiz uni kuzatmayotgandir. Balki bo'lar hammasi. 2 kundan buyon u bilan yonma-yon o'tirib kelayotgani tasodifdir. Uning sigaretasi o'chib bo'lgandi. Qoldig'ini ehtiyotkorlik bilan stol chetiga qo'ydi. Agar tamakisi to'kilib ketmasa, ishdan keyin qolganini chekib qo'yadi. Qo'shni stoldagi ayol josus bo'lishi ham mumkin. Agar shunday bo'lsa, uni yaqin 3 kun ichida muhabbat vazirligining zindoniga tiqishadi. Lekin sigaret qoldig'i uvol ketmasligi kerak. Saim o'zining qog'ozini taxlab qo'ydi va cho'ntagiga soldi. Parsons yana gapga tushdi. Mening shumtakalarim bozorda katta og'a tasvirlangan plakatga kolbasa o'rab bergani uchun chayqovchi ayolning etagini yoqib yuborishganini aytib bermadimmi? Chilim nayini og'zidan chiqarmasdan gap boshladi u. Orqasiga asta o'tib, gugur to'la quticha bilan yoqib yuborishibdi. O'ylashimcha qattiq kuygan. Obbo shumtakalari. Ammo ular tirishqoq, chaqqon. Ularni josuslarda shunday o'rgatishadi. A'lo darajada. Mening davrimdagidan ham yaxshiroq. Nima deb o'ylaysizlar? Ularga oxirgi marta qanaqa qurol berishgan? Eshitish naychalari berishgan. Kalit teshiklarga qo'yib eshitish uchun. Kecha qizimiz uyga olib keldi va umumiy xona eshigiga qo'yib tekshirdi. Aytishicha, shunchaki quloq bilan eshitgandan ko'ra 2 karra yaxshi ekan. Albatta bu hali o'yinchoq, ammo ularga to'g'ri tushuncha berishyapti-da. Telekran chinqiroq tovush chiqardi. Bu ish vaqti bo'lganiga ishora edi. Uchalovi ham liftning oldida tiqilinchda qatnashish uchun sakrab turishdi. Winstonning sigaretasidagi tamaki duvullab to'kilib ketdi. Winston kundaligiga yoza boshladi. Bu 33 yil avval yuz bergandi. Qorong'u tun. Katta temiryo'l bekatlaridan biriga yondosh tor ko'cha. Ayol deyarli nur taratmayotgan ko'cha chirog'i tagidagi yo'lakda turardi. Yoshgina yuzi haddan ziyod bo'yab bejalgan edi. Bo'yoq e'tiborimni jalb qildi. Uning oppoqligi, alvon rang lablar. Partiyaning qiz juvonlari bo'yoq surtishmaydi. Ko'chada boshqa hech kim yo'q. Telekranlar ham qo'yilmagan. Ayol $2 dedi. Men u yozishni davom ettirishga qiynaldi. U ko'zlarini yumdi va ko'z oldidan ketmayotgan tasvirni haydash uchun qovoqlarini barmog'i bilan ezg'iladi. Ovozining boricha so'kingisi kelardi. Boshini devorga ursa, stolni tepib ag'darsa, siyohdonni derazadan uloqtirsa, shu shovqin bilan, to'polon bilan, og'riq bilan qalbini tirnayotgan xotirasi ovozini o'chirsaydi. Sening eng yovuz dushmaning, o'yladi u, o'z asabing. Istalgan daqiqada ichingdagi asabiy taranglik tashqi ko'rinishingda aks etib qolishi mumkin. U bir necha hafta oldin ko'chada tasodifan uchratib qolgan yo'lovchini esladi. Hamma qatori oddiy odam, partiya a'zosi, yoshi 35 yoki 40 larda, ozg'in va ancha bo'ydor. Qo'lida portfeli bor.
Ular bir-birlaridan bir necha qadam masofada edilar. Kutilmaganda yo'lovchining chap yuzi spazmdan qiyshayib ketdi. Ular tenglashib qolganda bu yana takrorlandi. Oniy titroq, xuddi suratkash uskunasi chirq etishdan qisqa, ammo odatiy pirpirash. Uinston o'shanda o'yladi. Bechora ado bo'ladi. Eng dahshatlisi bu beixtiyor bo'ladi. Hammasidan ham xavflisi uyquda gapirish. Bu istalgan odamda bo'lishi mumkin. U nafasini rostladi va yana yoza boshladi. Men ayolning ortidan yo'lakka kirdim. U yerdan hovli orqali o'tib, yerto'ladagi oshxonaga kirdim. Devor tagiga to'shak solingan. Stoldagi chiroq pasaytirib qo'yilgandi. U darg'azabligi bosilmayotgandi. Hammasiga tupurgisi keldi. Yerto'ladagi oshxonadagi ayolni eslarkan, o'z xotini Ketrinni xotiraladi. Uinston o'ylagandi. Qachondir balki hozir ham oilali edi. Uning bilishicha xotini hamon tirik. U yerto'la oshxonaning kirlangan ko'ylaklar, burgayu bitlar, arzon atirlar ifora aralash og'ir, siqiq havosini simirayotganda edi. Bu havo achchiq va shu bilan birga dil tortar edi. Chunki partiya xotin-qizlari atir ishlatmasdi. Istasa ham ishlatisha olmasdi. Faqat pirollar o'ziga zeb bera olardi. Uinston uchun atir hidi buzuqlik bilan bevosita uyg'on edi. Bu uning 2 yil davomida birinchi marta gunoh ish qilish edi. Fohishalar bilan aloqa qilish albatta taqiqlangan edi, ammo bu taqiq gohida buzib tursa bo'ladigan taqiqlardan edi. Xavfli, ammo hayot-mamot masalasi emas. Fohisha bilan qo'lga tushsang, agar vaziyatni og'irlashtiruvchi holatlar bo'lmasa, 5 yilga majburiy mehnat lageriga qamalishing mumkin. Ko'pga emas. Bu juda murakkab ish emas. Jinoyat ustida tutib olmasalar bo'lgani. Qashshoq mahallalarda o'z tanini sotishga tayyor ayollar to'lib yotardi. Ayrimlarini bir shisha jinsharobga sotib olish ham mumkin edi. Pirollarga jinsharob berilmasdi. Partiya fohishabozlikni zimdan qo'llab-quvvatlardi. Aholining baribir bosib bo'lmaydigan instinktlari qaynab toshmasligi uchun bo'shatib turadigan tuynuk edi bu. Buzuqlikning o'zi unchalik ahamiyatli emas, muhimi u o'g'rincha va xursandchiliksiz, kambag'al va xo'rlangan tabaqa ayollari bilan bo'lsa bas. Kechirilmaydigan jinoyat partiya a'zolarining o'zaro jinsiy aloqada bo'lishi edi. Garchi katta tozalashlar davrida ayrimlar bu jinoyatda ayblangan va iqror qilingan esa-da, ammo bunday ish yuz berishini tasavvur qilib bo'lmasdi. Partiyaning maqsadi erkak va ayol o'rtasida nazorat qilib bo'lmas, sadoqat paydo bo'lishi oldini olish bilangina cheklanmagandi. Uning e'lon qilinmagan asl maqsadi jinsiy aloqani rohat-farog'atdan mosuvo etish edi. Asosiy dushman xoh nikohdan tashqarida bo'lsin, shunchaki muhabbat emas, balki erotika edi. Partiya a'zolari o'rtasidagi har bir nikohni alohida qo'mita tasdiqlar edi. Ochiq aytilmasa ham, agar erkak va ayol jismoniy jihatdan bir-biriga yoqishi ma'lum bo'lsa, ularning nikohiga ruxsat berilmasdi. Nikohning faqat bitta maqsadi tan olinardi. Partiyaga xizmat qilish uchun bola tug'ish. Jinsiy aloqaga esa xuddi klizma singari yoqimsiz amaliyot deb qaralishi kerak. Buni ham ochiq aytishmas, ammo har bir partiya a'zosiga bolalikdan singdiriladi. Jinsiy aloqaga qarshi yoshlar ligasiga o'xshash har ikkala jinsning to'la bokiraligini targ'ib qiladigan tashkilotlar bor edi. Bola sun'iy urug'lantirish, yangi tilda sun urug' orqali hosil qilinishi, jamoat punktlarida katta qilinishi kerak edi. Uinston bilardiki, bu talabni jiddiy nazorat qilishmasa ham partiyaning umumiy mafkurasiga monand edi. Partiya jinsiy instinktni o'ldirishga intilardi. Agar o'ldirishning iloji bo'lmasa, uni buzish va yomonotlik qilish lozim edi. Buning nega kerakligini u tushuna olmasdi, biroq hayron qoladigan joyi yo'q edi. Xotin-qizlar masalasida partiya ancha ish qilib ulgurgandi. U yana Ketrin haqida o'yladi. Ular
9, 10, deyarli 11 yil avval ajrashishgandi. U xotini haqida juda kam o'ylaydi. Gohida bir haftada bir marta ham xotini borligini eslamaydi. Ular bor yo'g'i 15 oy birga yashashdi. Partiya ajralishni man qilardi, ammo bolasi bo'lmaganlarning ayri yashashiga xayrixoh edi. Ketrin baland bo'yli, tik qomatli mallasoch juvon edi. Uning aniq-tiniq, burgutona chehrasi oliyjanob ko'rinardi, ammo tushunib qolardingki, bu chehraning ortida boshqa hech narsa yo'q edi. Oilaviy hayotning boshidanoq Winston boshqa odamlarni bu qadar yaqin bilmaganidanmi, bu qadar ahmoq, rasvo, bo'mbo'sh ayol bo'lmasa kerak deb qat'iy ishonardi. Uning miyasidagi fikrlar boshdanoq partiya shiorlaridan iborat edi. Partiya aytgan birorta ahmoqona so'z yo'q ediki, u bemalol hazm qilmagan bo'lsin. Ikki oyoqli gramofon. Ayolini u o'zicha shunday nomlab olgan edi. Winston u bilan yashashga toqat qila olardi, faqat bir narsaga chidab bo'lmadi. To'shak. Unga jinday teginishing bilan seskanib ketar va qotib qolardi. Uni quchoqqa olish, yog'och manekenni quchoqlash bilan barobar edi. Ajablanarlisi, u hatto quchoqlayotganda ham bir paytning o'zida bor kuchi bilan o'zidan itarayotgandek tuyulardi. Uning muzday qotgan, to'ng'illagan mushaklari shu tasavvurni berardi. U ko'zini yumib yotardi, qarshilik ham qilmas, yordam ham bermasdi. Itoatkor edi go'yo. Avval bu juda sarosimaga soldi, keyin etini junjuktira boshladi. Agar ular boshqa birga yotmaslikka kelishsalar edi, Winston oilaviy hayotga chidashi mumkin edi. Hayratli tomoni, Ketrin bunga rozi bo'lmadi. Biz, dedi u, imkon bo'lsa bola ko'rishimiz kerak. Shunday qilib mashg'ulotlar izchil, agar sabab bo'lmasa, haftada bir martadan davom etadi. Ayoli hatto ertalabdan eslatib qo'yishni kanda qilmasdi. Uning esidan chiqib qolishini istamas edi. Buning uchun ayol ikkita so'z topgandi. Biri bola qilish, boshqasi partiya oldidagi burchimiz. Ha, u jinsiy aloqani aynan shunday ifodalar edi. Vaqt o'tib belgilangan kunning kelishi uni batamom sarosimaga sola boshladi. Biroq uning baxtiga bola paydo bo'lmadi. Ketrin urinishlarini to'xtatishga qaror qildi va ular tezda ajrashishdi. Winston ovozsiz xo'rsindi. U yana ruchkasini qo'lga oldi va yozdi. Juvon to'shakka o'zini tashladi va darhol hech bir taraddudsiz tasvirlab bo'lmas dag'allik va shallaqlik bilan etagini ko'tardi. U o'zini o'sha yerda chiroqning xira yorug'i ostida ko'rdi va yana dimog'iga arzon atirning burga hidi aralash ifori urilganday bo'ldi. Yana yuragi darg'azablik va chorasizlikdan siqildi. Hatto o'sha lahzada ham Ketrinning partiya tashviqoti ostida muzlab qolgan oppoq badanini esladi. Nega hamisha shunday bo'lishi kerak? Nega uning o'z ayoli bo'lishi mumkin emas? Nega uning nasibasi yilda bir uchraydigan iflos, shoshinqiragan qanchiqlar? Chinakam shavq, oshiqlik deyarli tasavvurga sig'maydigan narsa. Partiya ayollari bir tusdir. Bokiralik ularning vujudiga va shuuriga partiyaga sadoqat singari singib ketgan. Bolalikdan berilgan ishlov, o'yinlar va sovuq suvda yuvinishlar, maktabda, josuslarda, yoshlar ligasida yedirilgan safsatalar, ma'ruzalar, namoyishlar, qo'shiqlar, shiorlar, harbiy musiqa ulardagi tabiiy hislarni tak tomiri bilan o'ldiradi. Aqli bundan mustasno ayollar ham bor deydi, ammo yuragi bunga ishonmaydi. Ularning bari qo'l yetmaslar. Partiya o'z maqsadiga erishgan. Hatto sevimli bo'lishdan ham ko'ra Winston hech bo'lmasa umrida bir marta uqtirilgan fazilat devorini qulatishni istardi. Haqiqiy jinsiy akt isyon, hirs, fikr jinoyati. Xotini bo'lsa ham Ketrinni eritish, agar uni eritib bo'lsa, bu ham buzuqlik bo'lardi. Hikoyani oxirigacha yozish kerak edi. U yozdi. Men chiroqning piligini ko'tardim. Men uni chiroq yorug'ida ko'rganimda
Qorong'ulikdan so'ng chiroqning miltiragan yorug'i ham juda ravshan tuyuldi. Faqat endigina u ayolni yaqqol ko'rardi. U ayol tomon yurdi va to'xtadi. Hirs va sarosima o'rtasida qoldi. Bu yerga kelar ekan, o'zini tahlikaga qo'yganini angladi. Chiqayotganda uni nazoratchilar ushlab olishi mumkin. Ehtimol eshik ortida allaqachon kutib turishgandir. Agar u o'sha ishni qilmay ketganda ham. Buni yozish kerak edi. Iqror bo'lish kerak edi. Chiroq yorug'ida ko'rdi. Ayol qari edi. Yuziga bo'yoq shunaqa qalin, qavatma-qavat surtilgan ediki, go'yo hozir qog'oz niqob kabi sinib ketishi mumkin edi. Sochlari oqara boshlagandi. Eng vahshatli joyi og'zini ochdi. Og'zi bo'm-bo'sh, g'orday qop-qora. Birorta tishi yo'q edi. Shoshilib yonboshlagan harflar bilan yoza boshladi. Men uni chiroq yorug'ida ko'rganimda ayol juda qari ekan. U kamida 50 yoshda edi, ammo men to'xtamadim va ishimni oxiriga yetkazib qo'ydim. Winston yana barmoqlari bilan qovog'ini ishqaladi. Mana u hammasini yozdi, ammo hech narsa o'zgarmadi. Davolash yordam bermadi. Bor ovozi bilan so'kinish istagi avvalgidek kuchli edi.